aka to'ymisan to'y bo'ldi-da aka. Hammani ham to'yga yetkazsin. Ha, juda ham havas qildim aka. Endi uka bir gap aytaman-da. Xo'p. Xafa bo'lish yo'q. Mayli aka. Katta yo'lda ketyapmiz. Ha. Tez haydayapsiz-da uka. Nima bo'lganda ham odam olib ketyapsiz-da. Hushyor bo'ling deyman-da, hushyor bo'ling. Xo'p aka, xo'p. O'zi beradigan arzimagan pul yana gapirishini-chi. Meni kasbim o'zi Navoiy. Yo'q-a? Ha. Xo'p. Uyda non yopamiz, uyda. Ha. Mana bu. Mana qarang. O'zimizning mahsulot. Hozir tushlik vaqti ham bo'lib qoldi. Hozir men sizga. Qani mehmonlar? Olinglar. Ha, sizlar ham olinglar. Ha. Mana bu singlingizga berasiz. Aka, o'zim kira qilmayman. Shu qaytishda 1-2 so'm bo'lsin deb odam oldim. Ha, yaxshi-da. Ha, tirikchilikni hech aybi yo'q. Ha, to'g'ri Ham aytasiz. qiroshadi. Yaxshi qilibsiz. Lekin aka, nonga gap yo'q. Ha, mazami. Juda ham mazali ekan. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Salomat bo'ling. Ukajon. Hozir svetofor keladi. Ana shunday